Hurmatli dehqon akalarimiz, hozir mana cheri pomidorimizni sizga video tasvirini olyapman-da. Mana shu o'simliklarni ko'rib ham Xudoning yaratuvchanlik mo'jizasiga layk bosgalarim kelib ketdi-da akalar. Buni qarang-da, mana qarang. Gul boshlashi oddiy pomidorga o'xshaydi. Oddiy. Lekin akalar qarang. Mana tugish jarayoniga kelganda buni qarang, askarga o'xshab xuddi bir qator yana bo'y-bo'yiga terilganda bular. Buni qarang. Gap yo'q. Mashalloh degani mana shu bo'lsa kerak-da. Qarang. Qanaqa terilgan. Juda chiroyli-da, juda chiroyli. Dehqon akalarimiz o'zi sezadi bu narsani. Juda bir chiroyli-da. Shu ekib, mehnatni qilib bo'lgandan keyin ekinlaringiz mana shunaqa gullab, yashnab, pomidorlar tugib yotsa, dehqonni bu qilgan mehnatiga rozilar bo'lib ketadi-da. Rohatlanib ketadi. Juda chiroyli-da. To'g'rimi dehqon akalar? Juda maza qilib yuboradigan joylarda bu. Mana qarang. Mashalloh, mashalloh. Yana o'sha gap akajonlar, dehqonlarimiz, dehqonchiligingizga Allohning o'zi baraka bersin.